Barchangizga assalomu alaykum. Soul Life YouTube kanaliga xush kelibsiz. Buyurtma bergan kriptofon keldi. Bugun mening qo'limda Solana Phone Seeker, yangi kripto smartfon. Bu oddiy telefon emas, bu kripto hayot uchun yaratilgan qurol desa ham bo'ladi. Qutisida nima borligini oddiy holat, telefonning o'zi, USB-C sim, kalit, sim karta ochish uchun va qisqacha qo'llanma. Hammasi minimalizm uslubida. Endi hardware aytadigan bo'lsak, ya'ni ichida qanaqa temir, nimadan yasalgan oladigan bo'lsa, bu o'rtacha iPhone 16 ga mos keladigan telefon desa bo'ladi. Protsessorga keladigan bo'lsak, Snapdragon 8 Plus Gen 1 Generation 1, ya'ni juda kuchli, o'ta kuchli tezkor protsessor hisoblanadi. Ekran 6.3 dyuym AMOLED 120 Hz, juda ham yorqin va suyuq harakat. Xotiraga keladigan bo'lsak, 8 GB operativkasi va 128 GB ichki fizikiy xotirasi. Batareya 4,5 mAh, ya'ni 11 soat davomida o'chmasdan ishlab berishi mumkin. Tez zaryad oladigan 65 wattli yarim soatda to'liq zaryad bo'ladi. Xullas, juda ham tez oladigan telefon hisoblanadi. Kamera. Endi iPhone ga nisbatan kamera oddiyroq, bunaqa AI tiniq fisha yo'q, lekin juda baland oladi, zo'r oladi. 50 megapiksel, qanaqa 104 megapiksel tashqi kamera va ichki kamera 16 megapiksel. Sony IMX korxona tomonidan ishlab chiqarilgan kamera. Eng asosiy farq, Seeker ichida Solana Dap Store bor. Ya'ni biz o'rgangan Play Market, Apple Store va hokazo operatsion tizim marketplace emas, buni o'zida maxsus yaratilgan Dap Store bor. Ya'ni Google Play yoki App Store kerak emas. Bu yerda faqat Web 3 ilovalar. Videoning davomida bir nechta loyihalarni yuklab oldim, sizlarga ko'rsataman. Xullas, oddiygina sim karta qo'yiladi va albatta emaildan o'tkazishimiz kerak. Endi to'g'ridan-to'g'ri token sotib olasiz, NFT yasaysiz, ichida o'zini sovuq hamyoni bor, ya'ni rus tilida aytadigan bo'lsak, холодный кошелек, ya'ni onlayn orqali yaratadigan kошелек hamyon emas, bu telefonni ichida privat key, telefonni o'zida temirga moslab taqalgan hamyon bor. Xavfsizlik 100% bo'tda, telefonda maxsus seed vault moduli bor va bu yerda bizning privat kalitlarimiz saqlanadi. Telefon yo'qolsa ham bizning kripto aktivlar xavfsiz qoladi. Endi afzal taraflarini aytadigan bo'lsam, Web 3 mos va kuchli smartfon hisoblanadi. Solana hamyonlari bilan to'liq ishlaydi. Dap Store orqali DeFi va NFT imkoniyatlari. Dizayn oladigan bo'lsak, menimcha iPhone 15 ga o'xshaydi va Google Samsung flagmani bor-ku, Samsungga ozgina o'xshatib yuboraman. Zamonaviy telefon Solana Phone Seeker. Bu menimcha o'yin uchun emas, balkim Web 3 loyihalarini farm qilish juda mos telefon hisoblanadi. Eng ajoyibi, bu telefon bilan droplar doim tushib turadi. Ya'ni siz qo'lingizda ushlagan telefoningizni avtomatik tarzda Solana droplarga qatnashasiz. Telefon ichida Solana blockchain bilan bog'liq ko'plab loyihalar bor. Masalan, Stepend, Helium, Depin, Jupiter, Marginfy kabi dasturlar. Bu loyihalar vaqt-vaqt bilan o'z tokenlari va NFTlarni drop qiladi. Eng qizig'i, Seeker foydalanuvchilari bu droplarni avtomatik oladi. Zo'r. Sizga faqat internet bo'lsa bo'ldi, qolgani sistema o'zi bajaradi. Men bu telefonimga hozir bir nechta Depin va Solana dasturlarini o'rnatdim. Tajriba uchun shunday qilib ko'rdim va natija shundanki, telefonning o'ziga maxsus NFT sovg'a berildi. Bu NFTni faqat Seeker egalari olishadi, ya'ni bu telefonni egalari.
Agar hisoblab chiqsam, shundoq ham droplar hisobiga telefonning yarmi narxi qaytdi. Hozir telefon taxminan $600 atrofiga tushyapti menga. Demak, deyarli $300 farm bo'lib qaytdi desam bo'ladi. Qiziq fakt, oldingi Solana telefoni Saga model, u 1,5-2 yil oldin chiqqan telefon foydalanuvchilarga umumiy hisobda taxminan $8,000 dan $20,000 gacha bergan. Tasavvur qiling, bir telefon olasiz, u faqat qurilma emas, u sizga token, NFT'lar, DeFi imkoniyatlar olib keladi. Men endi Seekerni faol ishlatishni boshlayapman, ilovalarni sinab ko'raman, farm jarayonlarini o'rganyapman. Bu telefon orqali qancha token to'plash mumkinligini amalda ko'raman. Navbatdagi videoda men Solana Seekerning barcha tomonlari, droplar, NFT va boshqa ishlab topish imkoniyatlarini haqida to'liq so'zlab beraman. Shunday ekan, kuzatib boring va navbatdagi videoda albatta batafsil ma'lumotni berishga harakat qilaman. Video manfaatli bo'lsa, yoqqan bo'lsa, albatta like, savolingiz bo'lsa, izohda kutaman. Hammaga rivoj va omad.